Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya, nafaqa, kompensatsiya yoki ijtimoiy to'lov olayotgan bo'lsangiz, bugungi mavzu siz uchun juda muhim. Chunki oxirgi paytlarda ko'pchilik bir xil savol bilan murojaat qilmoqda. Nega pul tushmay qoldi? Pensiya jamg'armasi to'lovni to'xtatdimi? Hech kim oldindan ogohlantirmadi. Endi nima qilaman? Men bugun sizga aynan shu masalani sotda, lekin batafsil tushuntirib beraman. Pensiya jamg'armasi to'lovlarini nega to'xtatishi mumkin? Qanday holatlarda bu vaqtinchalik bo'ladi? Qaysi vaziyatda odamning o'zi tez harakat qilishi kerak? Va eng muhimi, ular ko'pincha ochiq aytmaydigan 6 ta sabab nimadan iboratligini birma-bir ko'rib chiqamiz. Agar siz bunday muammoga duch kelishni istamasangiz yoki hozirning o'zida pensiyangiz kechikayotgan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bu ma'lumot nafaqat pensionerlar, balki ularning farzandlari, qarindoshlari va yaqinlari uchun ham kerak bo'ladi. Avvallari ko'pchilik uchun tizim ancha sodda ko'rinardi. Odam pensiyaga chiqardi, bank kartasini olardi yoki naqd pul shaklida to'lovni qabul qilardi. Keyin har oy ma'lum sonlarda pul kelishini kutardi. Agar 1-2 kun kechiksa, bankda uzilish bo'lgandir yoki bayram kunlariga to'g'ri kelgandir deb o'ylardi. Ko'pincha haqiqatan ham shunday bo'lardi. Lekin hozir vaziyat boshqacha, davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuv kuchaydi. Pensiya jamg'armasi, banklar, soliq organlari, fuqarolik holati dalolatnomalari bo'limlari, migratsiya, mahalla, tibbiy ijtimoiy ekspertiza va boshqa bazalar o'zaro bog'langan. Bu nimani anglatadi? Endi tizim ko'p narsani avtomatik tekshiradi. Odamning yashash joyi, tirikligi, nogironlik muddati, ishga kirgan-kirmagani, xorijga chiqqani, hujjatlarda farq bor yo'qligi, bank kartasi faolmi yoki yo'qmi? Bularning hammasi to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Men eng ko'p uchratadigan muammo shuki, odam pul tushmay qolganini ko'radi, lekin sababini bilmaydi. Pensiya jamg'armasiga boradi. Bankka yuborishadi. Bankka boradi, bizga pul kelmagan deyishadi. Mahallaga boradi, biz bilmaymiz deyishadi. Natijada pensioner yoki uning farzandlari bir necha kun, ba'zan bir necha hafta sarson bo'ladi. Aslida to'lov to'xtashi har doim ham sizdan pensiya olib qo'yildi degani emas. Ba'zi holatda bu texnik to'xtatish, ba'zi holatda tekshiruv, ba'zi holatda hujjat yangilanmagani. Ba'zi holatda esa qonuniy asos bilan pensiya yoki nafaqa vaqtincha to'xtatilgan bo'lishi mumkin. Farqni bilish juda muhim. Eng keng tarqalgan sabablardan biri tizim odamning shaxsiga oid ma'lumotni tasdiqlay olmaydi. Oddiy tilda aytsam, pensiya jamg'armasi ba'zan fuqaroning haqiqatan ham to'lovni o'zi olayotganini, kartadan o'zi foydalanayotganini yoki u bilan bog'liq ma'lumotlar yangiligini tekshiradi. Masalan, 2 yoshli otaxon har oy pensiyasini kartaga oladi. Kartani esa o'g'li ishlatadi, chunki otaxon uyda ko'chaga ko'p chiqmaydi. Bir necha oy davomida hech qanday muammo bo'lmaydi. Lekin keyin to'lov birdan to'xtaydi. Sabab nima bo'lishi mumkin? Tizimda otaxonning biometrik ma'lumoti yangilanmagan, pasport muddati o'tgan, yashash manzili o'zgargan yoki bank hisobida shubhali holat aniqlangan bo'lishi mumkin. Bu yerda shubhali deganda jinoyat nazarda tutilmaydi. Masalan, pensiya kartasidan doim boshqa odam boshqa hududda pul yechayotgan bo'lsa, tizim savol berishi mumkin. Bu mablag' egasiga yetib boryaptimi? Shu sababli ba'zan pensionerdan shaxsan kelib tasdiqlash, bankda identifikatsiyadan o'tish yoki bir pensiya jamg'armasiga murojaat qilish talab qilinadi. Kim xavotir olishi kerak? Pasporti yoki ID kartasi muddati o'tganlar, uzoq vaqt bankka yoki pensiya jamg'armasiga bormaganlar, nogironligi sababli uyda yotganlar, pensiyasini farzandi yoki boshqa qarindoshi olib beradiganlar. Kim unchalik xavotir olmasligi mumkin? Hujjatlari joyida, kartasi faol, bankda identifikatsiyadan o'tgan va har oy to'lovni muntazam olayotganlar. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotganlar uchun eng nozik masala muddati. Ko'p odam menga nogironlik berilgan, demak to'lov doim keladi deb o'ylaydi. Lekin amalda nogironlik doimiy yoki muddatli bo'lishi mumkin. Agar nogironlik ma'lum muddatga berilgan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish zarur. Masalan, bir ayol ikkinchi guruh nogironlik nafaqasini oladi. Unga nogironlik 1 yilga belgilangan. Hujjatda muddati 20 martgacha deb yozilgan. Ayol esa buni unutadi yoki o'zim bora olmayman, keyinroq boraman deb yuradi. Mart oyidan keyin to'lov kelmay qoladi. U nega nafaqamni to'xtatishdi deb hayron bo'ladi. Sabab oddiy, tizimda nogironlik muddati tugagan, yangi tibbiy xulosa kiritilmagan. Bu juda og'riqli holat, chunki ko'pincha bunday
Odamlarning dori-darmon, davolanish, kommunal to'lov va oziq-ovqat xarajatlari aynan shu pulga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun men har doim maslahat beraman. Agar siz yoki oilangizda nogironlik nafaqasi olayotgan odam bo'lsa, hujjatdagi muddatni alohida daftar yoki telefon kalendariga yozib qo'ying. Qayta ko'rikni oxirgi kunga qoldirmang. Kamida bir oy oldin harakatni boshlang. Bu masalada yana bir muhim noziklik bor. Tibbiy komissiyadan o'tish kechiksa, keyinchalik hujjat tiklanishi mumkin. Lekin to'lovning qaysi kundan qayta hisoblanishi alohida tartibga bog'liq bo'ladi. Ba'zan odam men kasal edim, bora olmadim deydi. Bunday holatda kasalxonadan ma'lumotnoma, davolanganlik bo'yicha hujjat, shifokor xulosasi kerak bo'lishi mumkin. Og'zaki gap yetarli bo'lmaydi. Hamma pensiya va nafaqa bir xil emas. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan nafaqalar, bola puli, parvarish puli. Bularning har birida shartlar boshqacha. Ayrim to'lovlar odam ishlasa ham davom etadi. Ayrimlari esa daromad oshsa yoki maqom o'zgarsa to'xtashi mumkin. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba kunduzgi ta'limda o'qish kerak bo'lishi mumkin. Agar u o'qishni tashlasa, sirtqi ta'limga o'tsa yoki ma'lum yoshdan oshsa, to'lov to'xtatilishi ehtimoli bor. Yoki kam ta'minlangan oilaga nafaqa berilayotgan bo'lsa, oiladagi kimdir rasmiy ishga kirsa, soliq bazasida daromad ko'rinsa, avtomatik ravishda qayta baholash boshlanishi mumkin. Men real hayotda shunday holatlarni ko'p ko'raman. Oilaga ijtimoiy nafaqa tayinlangan, keyin oila a'zolaridan biri mavsumiy ishga kirgan. Oylik katta emas. Masalan, 1.500.000 so'm, lekin tizim bu daromadni ko'radi. Keyingi oy nafaqa to'xtaydi yoki qayta ko'rib chiqiladi. Oila esa biz hali ham qiynalyapmiz, nega to'xtatildi deb norozi bo'ladi. Bu yerda muammo shundaki, tizim har doim ham oilaning real xarajatini ko'rmaydi. U ko'proq rasmiy daromad va mezonlarga qaraydi. Yana bir misol, pensioner yoshga doir pensiya oladi va ishga kiradi. Ko'p holatda yoshga doir pensiya butunlay to'xtamaydi. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki kompensatsiyalar qayta hisoblanishi mumkin. Odam faqat umumiy summaga qaraydi va pensiyam kamaydi deydi. Aslida asosiy pensiya qolgan, qo'shimcha qismi o'zgargan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, qaysi turdagi to'lov olayotganingizni aniq biling. Pensiya deb hammasini bir so'z bilan atash qulay, lekin huquqiy jihatdan farq bor. To'lov nomi, tayinlangan sana, muddati, asosiy sharti va qayta ko'rib chiqish sababi yozilgan hujjatni saqlang. 4-sabab, bank kartasi hisob raqami yoki to'lov kanali bilan bog'liq muammo. Ko'pchilik pensiya jamg'armasi to'lovni to'xtatdi deb o'ylaydi. Lekin muammo bankda bo'lishi ham mumkin. Karta muddati tugagan, karta bloklangan, hisob raqami yopilgan, bank tizimida texnik uzilish bo'lgan. Plastik karta egasining ma'lumoti yangilanmagan. Bularning hammasi pul tushmasligiga olib keladi. Masalan, onaxonning kartasi 2024 yil dekabrda tugagan. U kartaning oldidagi amal qilish muddatiga e'tibor bermagan. Yanvar oyida pensiya tushmaydi. U pensiya jamg'armasiga boradi, u yerda to'lov yuborilgan deyishadi. Banka bo'lsa, karta muddati tugagan, yangi karta oling deyishadi. Bu holatda pensiya jamg'armasi to'lovni bekor qilmagan bo'lishi mumkin, faqat pul hisobga o'tmagan yoki qaytgan bo'lishi mumkin. Yana bir holat, pensioner kartasini yo'qotadi va bankdan yangi karta oladi. Lekin yangi hisob rekvizitlari tizimga to'liq bog'lanmaydi. Natijada keyingi to'lov eski hisobga ketadi yoki ushlanib qoladi. Shu sababli bank kartasini almashtirganingizda faqat bankda ish tugadi deb o'ylamang. Pensiya jamg'armasi bazasida ham to'lov kanali to'g'ri aks etganini tekshirtiring. Bu yerda yana bir nozik masala bor. Ba'zi pensionerlar pulni ishonchnoma orqali oladi. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, vakil endi pulni olishga haqli bo'lmaydi. Ba'zi odamlar buni unutadi. Ishonchnoma 1 yilga berilgan bo'ladi. Muddat tugaydi, to'lov jarayoni to'xtaydi yoki pulni olish imkonsiz bo'ladi. Ayniqsa yotib qolgan, harakatlana olmaydigan, uzoq qishloqda yashaydigan pensionerlar uchun bu juda muhim. Pensiya va ijtimoiy to'lovlarda yashash joyi masalasi ham muhim. Odam bir hududdan boshqa hududga ko'chgan bo'lishi mumkin. Doimiy ro'yxati boshqa joyda, vaqtincha yashash joyi boshqa joyda. Bank kartasi esa 3-hududda ochilgan bo'lishi mumkin. Bunday tafovutlar ham tekshiruvga sabab bo'ladi. Masalan, pensioner Farg'onada ro'yxatda turadi, lekin Toshkentda farzandlar bilan yashaydi. Pensiyasi Farg'onadagi bo'lim orqali tayinlangan. Bir muddat hammasi yaxshi ketadi.
Keyin ma'lumotlar yangilanayotganda uning yashash holati bo'yicha savollar paydo bo'ladi. Agar u boshqa hududga doimiy ko'chgan bo'lsa, pensiya ishini o'tkazish kerak bo'lishi mumkin. Agar vaqtincha yashayotgan bo'lsa, tegishli tasdiqlari so'ralishi mumkin. Xorijga chiqish ham alohida masala. Ba'zi odamlar uzoq muddat chet elda bo'ladi, lekin pensiyasi O'zbekistondagi kartasiga tushishda davom etadi. Tizim buni aniqlasa, ayrim holatlarda qo'shimcha tasdiq talab qilishi mumkin. Bu har doim ham to'lov avtomatik bekor qilinadi degani emas. Lekin fuqaro qayerda yashayapti? To'lovni kim olyapti? Qonuniy asos bormi degan savollar paydo bo'ladi. Men bu joyda vahima qilish kerak demayman. Lekin agar siz uzoq muddat boshqa viloyatda yoki chet elda yashayotgan bo'lsangiz, pensiya hujjatlaringizda manzil masalasi to'g'ri rasmiylashtirilganiga ishonch hosil qiling. Chunki muammo chiqqandan keyin uni hal qilish ko'proq vaqt oladi. Eng yoqimsiz sabablardan biri ortiqcha to'lov aniqlanishi. Ba'zan pensiya jamg'armasi yoki boshqa organlar oldingi davrda noto'g'ri hisoblangan summani aniqlaydi. Masalan, odamga aslida 1.800.000 so'm to'lanishi kerak edi. Lekin hujjatdagi xato sabab 2.200.000 so'm to'langan. Bu bir oy emas, 6 oy davom etgan bo'lsa, farq 2.400.000 so'm bo'ladi. Keyin tizim bu xatoni aniqlaydi va to'lovni qayta ko'rib chiqadi. Bu holatda odam ko'pincha men aybdor emasman, ular o'zlari hisoblagan deydi. Insoniy tomondan bu gap tushunarli, lekin huquqiy tomondan ortiqcha to'lov qanday yuzaga kelgani, fuqaro noto'g'ri ma'lumot berganmi? Tashkilot xato qilganmi? Qaytarish tartibi qanday bo'lishi kerak? Bular alohida ko'rib chiqiladi. Ayrim holatlarda keyingi to'lovlardan ma'lum qism ushlab qolinishi mumkin. Ayrim holatda fuqaro ariza bilan murojaat qilib, bo'lib qaytarish yoki qayta ko'rib chiqishni so'rashi mumkin. Misol uchun, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan farzand o'qishni tugatgan, lekin bu ma'lumot vaqtida bazaga tushmagan. To'lov yana 3 oy davom etgan. Keyin tekshiruvda ma'lum bo'lgan. Natijada ortiqcha to'lov masalasi chiqadi. Yoki nogironlik muddati tugagan, lekin ma'lumot kech yangilangani sabab 1 oy ortiqcha pul o'tgan. Bunday vaziyatda keyingi to'lovlar vaqtincha ushlanishi yoki qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Eng muhim maslahat: agar sizga ortiqcha to'lov bor deyishsa, darhol og'zaki tortishib ketmang. Avvalo yozma asos so'rang. Qaysi davr uchun, qaysi summada, qaysi qaror yoki hisob-kitob asosida ortiqcha to'lov aniqlangani bilishga haqlisiz. Raqamlarni ko'rmasdan turib hech narsaga rozi bo'lmang. Agar sizning hujjatlaringiz yangilangan, pasport yoki ID kartangiz amalda, bank kartangiz faol, nogironlik muddati bo'lsa o'z vaqtida ko'rikdan o'tasiz. Yashash manzilingiz aniq, daromad va oilaviy holatingiz bo'yicha yashirin o'zgarish yo'q bo'lsa. Odatda jiddiy xavotirga asos kam. To'lov 1-2 kun kechiksa, bu bank amaliyoti dam olish kuni yoki texnik kechikish bo'lishi mumkin. Lekin quyidagi holatlarda befarq bo'lmaslik kerak. To'lov 5 ish kunidan ko'proq kechiksa, bankda pul kelmagan deyishsa, pensiya jamg'armasi tekshiruvda desa, kartangiz bloklangan bo'lsa, nogironlik muddati tugagan bo'lsa, oilangizdagi daromad o'zgargan bo'lsa, siz boshqa viloyatga yoki chet elga ko'chgan bo'lsangiz, yoki sizdan qo'shimcha hujjat so'ralgan bo'lsa, men ko'pincha farzandlarga ham alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz pensiya oladi, lekin ular telefon, SMS, ilova, bank xabarnomalari tushunmasligi mumkin. Kartaga pul tushmadimi? Uyalib aytmasligi ham mumkin. Shuning uchun oyda kamida bir marta ularning to'lov holatini, karta muddatini, hujjatlarini tekshirib qo'ying. Bu kichik e'tibor keyinchalik katta muammoning oldini oladi. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi noziklik: to'lov to'xtadi va to'lov ushlandi degan tushunchalar bir xil emas. To'xtash huquqiy asos bo'yicha to'lov vaqtincha yoki butunlay to'xtatilgani bo'lishi mumkin. Ushlanish esa hisob-kitob, qarzdorlik, bank operatsiyasi yoki texnik sabab bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ikkinchi noziklik: og'izdagi javob yetarli emas. Sizga hujjatingizda muammo bor, bazadan chiqmayapti, tekshiruvda keyingi oy tushadi deyishlari mumkin. Lekin siz yozma javob so'rashga haqlisiz. Yozma javobda sabab ko'rsatiladi. Keyin siz uni tushunib kerak bo'lsa e'tiroz bildira olasiz. Uchinchi noziklik: barcha muammolar pensiya jamg'armasida hal bo'lmaydi. Ba'zi masala bankda, ba'zi tibbiy komissiyada, ba'zisi mahallada, ba'zisi FHDGO yoki migratsiya ma'lumotlarida bo'lishi mumkin. Shuning uchun
bir joydan ikkinchi joyga yuborish har doim ham sizni chalg'itish emas, ba'zan haqiqatan ham boshqa baza tuzatilishi kerak bo'ladi. Lekin siz qayerga va nima uchun yuborilayotganingizni aniq so'rang. 4-noziklik, qarindoshlar kartadan foydalanayotganda ehtiyot bo'lish kerak. Pensionerning roziligi bo'lsa ham, karta egasining o'zi tirik. Xabardor va mablag' undan foyda ko'rayotgan bo'lishi kerak. Aks holda oilaviy nizolar, meros masalalari yoki noqonuniy yechib olish bo'yicha muammolar kelib chiqishi mumkin. 5-noziklik, to'lov kechikkan bo'lsa, keyin bir yo'lga tushishi mumkin. Masalan, hujjat tekshiruvdan o'tdi, kartaga yangilangan nogironlik qayta tasdiqlandi. Shunda o'tgan davr uchun to'lov qayta hisoblanishi ehtimoli bor. Lekin bu har doim avtomatik bo'ladi deb o'ylamang. Ariza, asoslovchi hujjat va muddatlar muhim. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Pul tushmay qolsa nima qilish kerak? Men sizga oddiy va tartibli yo'l xaritasini beraman. Birinchi qadam bankni tekshiring. Kartangiz amal qilish muddatini ko'ring. Mobil ilova bankomat yoki bank filiali orqali hisob faolmi? Karta bloqlanmaganmi? Pul kelib tushib qaytmaganmi? Shuni aniqlang. Bankdan imkon bo'lsa, hisob bo'yicha qisqa ma'lumot oling. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, o'sha hujjat, bank karta rekvizitlari, telefon raqam, agar vakil bo'lsa, ishonchnoma olib boring. Ulardan aniq so'rang. To'lov yuborilganmi, to'xtatilganmi, ushlanganmi, qayta hisob kitobdami yoki hujjat yetishmayaptimi? Uchinchi qadam, sababni yozma shaklida so'rang. Agar masala oddiy texnika chiqish bo'lsa, xodim tushuntiradi. Lekin to'lov to'xtatilgan bo'lsa, iltimos sababini yozma ravishda bering deb murojaat qiling. Arizada familiya, ism, otasining ismi, pasport ma'lumoti, manzil, telefon raqam, qanday to'lov olayotganingiz va qaysi oydan beri pul tushmayotganini yozing. 4-qadam, hujjatlarni yig'ing. Agar nogironlik bo'yicha muammo bo'lsa, tibbiy xulosa, qayta ko'rik hujjati, shifoxona ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Agar bank bo'yicha muammo bo'lsa, yangi karta rekvizitlari kerak. Agar o'qish bo'yicha o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, o'quv yurtidan ma'lumotnoma kerak. Agar yashash joyi o'zgargan bo'lsa, ro'yxat yoki vaqtincha yashash bo'yicha hujjat kerak bo'ladi. 5-qadam, muddatlarni kuzating. Ariza topshirganingizdan keyin uning kirim raqamini oling. Qachon topshirdingiz, kim qabul qildi? Qaysi bo'limga yo'naltirildi? Bularni yozib qo'ying. Telefon orqali gaplashsangiz ham sana va kim bilan gaplashganingizni qayd qiling. Keyin murojaatni izlash oson bo'ladi. 6-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, ko'ri turuvchi organga yoki qonuniy tartibda shikoyat qiling. Lekin shikoyat hissiyot bilan emas, hujjat bilan qilinadi. Menga pul kerak degan gap insoniy jihatdan tushunarli, lekin rasmiy murojaatda aniq yozish kerak. Qaysi to'lov, qaysi oy, qancha summa, nima sabab ko'rsatilgan, siz nimaga rozi emassiz, qanday yechim so'rayapsiz? Men tavsiya qiladigan ariza mazmuni juda sodda bo'lishi mumkin. Menga tayinlangan pensiya yoki nafaqa to'lovi falon oydan boshlab kelmayapti. To'lov to'xtatilgan, ushlangan yoki qayta hisob kitob qilingan bo'lsa, sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni hamda qonuniy asosini ko'rsatishingizni so'rayman. Mana shu gapning o'zi ko'p vaziyatda masalani ancha aniq qiladi. Yana bir amaliy maslahat. Hujjatlaringizning nusxasini alohida papkada saqlang. Pasport, ID karta, pensiya tayinlanganligi bo'yicha hujjat, bank rekvizitlari, tibbiy xulosalar, o'qish ma'lumotnomalari, ishonchnoma. Arizalar nusxasi, bularni tartibli saqlasangiz, muammo chiqqanda vaqt yutmaysiz. Ko'pchilik aynan hujjat topilmagani uchun kunlab yuguradi. Bugun men sizga pensiya jamg'armasi to'lovlari nega to'xtashi yoki kechikishi mumkinligini 6 asosiy sabab orqali tushuntirdim. Shaxsni tasdiqlash muammosi, nogironlik muddati, daromad yoki maqom o'zgarishi, bank kartasi va hisob raqami muammolari, yashash joyi va migratsiya tafovutlari hamda ortiqcha to'lov yoki qayta hisob kitob. Eng muhim xulosa shuki, pul tushmay qolsa, vahima qilmang, lekin kutib ham o'tirmang. Bankni tekshiring. Pensiya jamg'armasiga boring, yozma sabab so'rang. Hujjatlarni yig'ing va murojaatingizni rasmiylashtiring. Og'zaki gap bilan emas, hujjat bilan harakat qilsangiz, natijaga tezroq erishasiz. Agar sizda yoki yaqinlaringizda pensiya, nafaqa yoki ijtimoiy to'lov kechgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hudud, qaysi turdagi to'lov va qanday muammo bo'ldi? Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz
qarindoshlaringiz yoki pensiya olayotgan tanishlaringizga yuboring. Bu ma'lumot kimningdir pulini, vaqtini va asafini saqlab qolishi mumkin.